Toshloq tumanidagi 22-sonli musiqa va san'at maktabi insonga madaniy hordiq hamda estetik zavq ulashuvchi tadbirlarga mezbonlik qildi. Maktab ostonasida tashkil etilgan Bahor ifori nomli tasviriy va amaliy san'at ko'rgazmalarida o'quvchilarning ustozlari bergan bilimlarni qanchalik puxta o'zlashtirayotganliklari ayon bo'ldi. Yoshligimdan ko'p rasmlar chizib, shunga qiziqqanman. Shuncha uydagilarim chekka olib kelishgan. Menga juda ko'p ustozlar shu sohani sir-asrorlarini o'rgatib berishdi. 3-sinfda kelganman. Hozir ancha qo'llarim kelishgan, ustozlarim yaxshi o'rgatishadi. Xudo xohlasa, yaxshi natijalarga erishib, xalqaro konkurslarga qatnashish niyatlarim bor. Men 22-bolalar musiqa san'at maktabida 3 yildan buyon o'qib kelaman. Katta natijalarga erishdim. Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro konkursda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Fortepiano sinfida bo'lib o'tgan ochiq dars viloyatdagi barcha musiqa va san'at maktablarining mazkur soha pedagoglari uchun ayni muddao bo'ldi. Sahnada ustoz va o'quvchi jo'rligidagi namunaviy dars ta'lim berish uslubining yangicha ko'rinishi sifatida baholandi. Ochiq darsga ustozlar yaxshi baho berdi deb o'ylayman. Hayajon jicha bo'ldi. Xalqaro tanlovlarda Grand Prix sohibasi bo'lish niyatlarim bor. Yurtboshimiz tomonidan juda ham keng yo'llar ochilgan. 5 ta davlat o'rtasida bo'lib o'tgan konkursda 22 ta o'quvchimiz Grand Prix 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni olib kelishdi. Bundan biz juda ham xursandmiz. O'tkazilgan tadbirlar maktab o'quvchilariga o'z mahoratlarini namoyish etish, ustoz va murabbiylarga esa o'zaro tajriba almashish imkonini berdi. Maktabimizda mana bitta o'qituvchimiz kelganlar, Zaylobiddin Bahrorbek. U kishi mana mahorat darsi o'tib beryaptilar. Butun viloyatimizdagi fortepiano sinf o'qituvchilariga o'zlarining tajribalarini o'rgatib, fikrlarni olib ketadilar degan umiddamiz. Toshloqdagi musiqa va san'at maktabida ushbu kun hududdagi ko'plab san'at ixlosmandlari mehmon bo'ldi. Kelgusida bu kabi tadbirlarni yanada samarali o'tkazish maqsad qilindi.